Saymakın kadara saymakın dem ketken saymakın men ma. Sen ben Mene xotunda qoqay dağıttın qa. Qoqaysan qo. Qoqaysa? Ya. Xotunni biga qart qo'qtib saymakın qivetdim. U menga tizilib o'tdi. Ishonmayman juma bu gapingga. Ishonmayman? Ishonmayman. Xotinim menga bugun menga ishga futlab tizilib turib, chiqa deb tashlab yolib ketganda men chiqmadim-ku. Ey, sen vaqt nima deysan? Nima dedim? Men karvatda sitdim. Tanıtqanda nemi deyman? Doldurib turibsiz-ku. Qilib ishingiz bormi? Turay, ben uxlab turma. Aterim jinim botdi. Koptu ben düştük gidime. Lada. Xotun işlegenini vağa qara. Bir gün urupdun sen? Erim bat demeyden qaqşıma bu. Bunu deydi, bunu deydi o. Xotun cahil qaqşıma bu. Gip tola bakaqniki. Biz xotun işligini qilmaylar ağırlar. Kim var desa? Kim bo'ladi? Akşam aş xotinni taqsula urib dikanman ada. Çul bo'lib ketdi-ku. Unda bag'rini tashlama, sen urib bo'lgandan keyin ishing og'rimidimi? İçim ağırmamda cinim adaş, o biçar yep taks tutsa. Acayip cahildim. Korkutacağım bunu. Sen mi tıkayla canım çıkarıversin ha? İmaç koşup gittin ey! Hele uğurda kıtsa ha! Mana adaşa. İşkini mislergemde qilmagina. Men ya bunun dikin bağı işkini o'g'irlik qilmayman. To'g'ri ish qilma. Bu yeni gap bu. Qanday bundan insaf qilib qolding? Insafqa? Ha? Mikradash deb bera. Ma yaqinda bağı. Qo'shimizning ishini o'g'irlatmagina bo'lishni. Açık tazı bir pul satay deb 3 gün bozorga chiqsam bir tengimi so'ramadigina uni. Axir bunimi baqamayman, ulab qolmasin deb igisiga olib bersam, menga rahmat ukam, rahmat deb men bir bo'ldi, rahmat, ashqalni beribdi-ku, ana kun 100 ga berib menga. Bunu degan baqa qara, o'g'irlikmi qilmayman, to'g'ri ish qilma. Bam. Menga yana bir sizni ishni qo'lab tushunchaman. Bakiz qayslab sana. Nima biray? Nima yapasan? Ey. Kedoma. Ma qarzda birisi keldi. Samat qo'ymichi degan shu. Oldingmi? Men endi o pulni olsam seni 3 kun o'yitib 3 kun. Ana, to'xta. Samatga pulumni bermamsan? Qaysi pulni? Ishing oldi olgan pulchi. Qaysi pulni deydi, izlatmay. Beremsan uni, Qiyomat kuni elib olsang olamiki? Qiyomat chuqin bersan, bu da aldaydigan bo'lsang. Ahmak, bir ishga qiz yaxshi gap qilib bo'lsin, pulni hozir elib olmamsan. Haq bir chiroyli qiyomat berim davasa. Mayli. Qiyomat deb pulni nari qiydaysan? Ha?